Koreyaga kelayotganlar buni aniq bilishingiz kerak, sizga foydaga ishlaydi. Mabodo sizga chet elliklarda koreys yoqmayotgan bo'lsa, ilida tahdid qilayotgan bo'lsa, siz militsiyaga borib, prosta o'sha odam haqida aytib, sizdan 10 metr, ilida 20 metr uzoqlikda yurish haqida hujjat qildirishingiz mumkin. Bu degani o'sha odam sizga umuman yaqinlasha olmaydi. Agar o'sha qoidani buzadigan bo'lsa, o'sha odam qamoqqa olib ketishi mumkin. Koreysani ko'radigan bo'lsanglar, urushayotgan paytida birinchi marta urmaydi, hech qachon. Agar birinchi marta uradigan bo'lsa, shtraf to'laydi, o'ta ham katta. Xuddi shu vaziyat Xitoyda ham bor. Xitoyliklar urush o'rniga tupurish tanlaydi. Hamma bir-biriga betiga tupuradi. Koreyslarning farzandi, ya'ni kichkina farzandlari 4 yosh, 5 yosh, 8 yosh deylik, biror bir narsani nojo'ya qiladigan bo'lsa, ota-onasi militsiyaga borib, shtraf to'latirishi mumkin. Elida qamoqqa ketishi ham mumkin. Qiz bola bilan o'g'il bola uchrashuvga chiqqanda 50 to'laydi koreyslar va to'ydan keyin cho'ntak pulini eriga xotini beradi. Yorobon sizga qaysi qonun qoida yoqdi kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.